o'zimga ishonchim bor. Men bemalol birov bilan muloqot qila olaman. Birovga gapiraman, bemalol gapira olaman. Bu paytda gapira olmasdim. Nimaiki noto'g'ri gapiraman, jamoatga ham qo'shila olmasdim. Hech qayerga chiqmay qo'yganman, necha yil uyda o'tirganman. Men 10 yil hech narsani eshitmaganman. 10 yil uyda o'tirganman, hech qayerga chiqmaganman. Nuqsoningizdan uyalganman, juda ham uyalganman. Shu gaplashayotganda ham men qo'shilishga anaqa uyalardim. Ular boshqa narsa gaplashyapti, men bir nimani gapirib qo'ysam, ular meni ustimdan kulardi. Kulishgan payti ham bo'lgan. Qahar imkoniyatidan keyin sizda hayotga ishonch, qat'iyat juda ham kuchli bo'ldi. Hozir bemalol hamma bilan gaplasha olaman, kuchliman hozir. Men o'shalarga javob ham qaytara olaman. Bemalol ketmasdan bemalol bilan gaplasha olaman. Men qattiq shukur qilaman shu narsani qo'ydirganimga, shu narsa bo'lganiga ham. Umrimizdan uzoq qilsin. Samarqandman, Samarqandda qamishlar bor. Ko'chaga chiqaman, qamishlarni ko'rib olaman, uyalaman gaplashgan. Bu nima deyapti, nima deb javob berarman bilmayman, chunki voqea eshitmayman. Quloqim nima eshitmayman. Birdan shunaqa qildim. Qo'chaman, yashinaman. To'yga bormayman, marakaga bormayman, do'stlarim bilan ayrildim. Do'stlarim hammasi telefon qiladi, ko'tarib gaplasha olmayman. Holatimni asosida qarab topdi. Mana shu klinikaga kelishimga ham sinfdosh do'stlarim sababchi bo'lgan professorga uchrashib holat so'raganda meni shu yerga chaqirgan. Undan keldim. Professor bizga aytdi, tekshiruvdan o'tkazdi, bo'ladi, sizda bo'ladi, operatsiya qilamiz. Operatsiya qilib bizni mana 180 gradus o'zgartirib yangi hayotga olib kelganmiz. Shu 3 yil hayot eng qorong'ulik nima bo'lib o'tdi. Mana shu bolalarni mana shu hayotga qaytarilishi bolalaringizni ham o'zgartirishingiz ham o'zingizda kerak. Agar mana shu implant qo'ymaganda nima bo'lardi kelajakda bular? Nima gapirmasdan jamiyatda eng quyi pog'onalarni o'zim tanishtirgan his qilardim. Hozir hammasi eshityapti, hammasida nutqi bor. Bu sizlar uchun ham juda katta baxt. Ziyda aytmayman, katta rahmat, juda pullaringiz, yo'qmanasiz. Mana shu hayotda bizlarni olib kirgan, hayotimizni ham yaxshi qilgan insonni uyga kelardim, nima deyapti tushunmasdim, baqirib tashlardim, asabiy holatda bo'lib qo'ygandim, nervini bo'lib qo'ygan. Urishib tashlardim, bolalarimni ham urishib tashlardim. Tushunmasdim, yozib berardi, yozib berguncha ham portlab ketardi. Buni ham hayotga qaytargan. Yana yaxshi ishlar, ovozimdan ko'tarib, o'zimni ishimga qaytgan. Nima bu 3 yillik hayot qorong'ulikdan yorug'likka olib chiqqan. Professorga amalari, xizmatlarimiz katta bo'lgan. Bir tomonimizga qo'yadi, bir tomonni eshitishga yaxshi yo'q edi, nima yo'q? Tasavvur qilolmaysizmi? Misol eshitgan odamni tasavvur qilishga. oila uchun, jamiyat uchun qilgan. Bolalardan hozir hammasi eshityapti. Xudoga xursand bo'laman. Eshityapti. Sezildimi shu narsa? 3 oy kichkinasiroq, lekin 7 yil, 10 yil mana yonimizda. 3 oyda nima bo'ldi sizda? Men yaxshigina sezdim. 3 oy o'zida endi men har doim eshitib kelganman, muloqot qilganman. Birdaniga hamma narsa to'xtab qoldi. Birinchi o'chirda kamikkalarda asabimga ta'sir qildi. Nervlar o'ynab, birov bilan gaplasha olmayman, diskomfort bo'ladi. Ya'ni odamlarning oldidan qochib gaplashishga nima shaqalar bo'ldi. Sog'lom odamni o'zimizda ham, masalan, bitta odamga fokus konsentratsiyamizni qaratib tursak, yonimizdagi odamni biz ham anglamaymiz hatto. Sog'lomsiz ham bitta quloqimizda eshitadi. Lekin bitta narsani tushunish kerak. Reabilitatsiyada eng asosiy rolni diqqat o'ynaydi. Diqqat bo'lmas ekan, siz eshita olmaysiz ham, gapira olmaysiz ham. Mana masalan, reabilitatsiyasi yomon bo'lgan bemorlar ko'pincha bizada o'qishadi. Ko'pincha emas, 100%. Chunki yaxshi rezultat qilgan bemorlar bizning markazga kelishmaydi hech qachon. O'zini joyida, jamiyatda o'zini o'rnida qo'ygan. O'shaning uchun aytmoqchi bo'layotgan narsam, bolam eshitmayapti yoki gapirmayapti deyishga shoshish kerak emas. Chunki bola o'zi mana 14 yosh, 14, 25 yilmi, u o'sha narsani eshitmadi o'zi.
u qanaqa eshitish kerakligi, diqqati qanaqa yig'ish kerak, fokus qanaqa yig'ish kerak, u hali bilmaydi. Buning uchun kerak bizga 1, 2, 3, 4, balki 10 yil kerak. Uni bolani o'zini har bitta bolani xususiyatlari bo'ladi. Kimdir tezroq ilg'iydi, kimdir sekinroq qabul qiladi. Bu shunaqa yaratilganmiz. Xususiyatimiz bor. Menda boshqacha, masalan, men eshitib ko'proq narsani oladigan bo'lsam, kimdir kitob ko'proq narsa oladi. Eshitish ham xuddi shunaqa narsa, anglash ham xuddi shunaqa narsa. Kimdir ko'proq qo'shiq, ertak repetitsiyalarda ko'p narsa bo'ladi. Rezultat yaxshi ololmayapmanmi, demak men yo ertakka o'tib ketaman yoki qo'shiqqa o'tib ketaman. Chunki hamma xususiyati har xil, olish qobiliyati har xil. O'shaning uchun birinchi navbatda diqqatni jamlashga o'rgatish kerak bo'ldi. Odamlar ovozi qanaqa bo'lgan, hayvonlarning ovozi qanaqa bo'lgan, bilasizlar. O'zingizlar ham tabiiy Alloh bergan anaqalardan quloqlarni eshitgansizlar. Hozir implantatsiyadan keyin bu ovozlar qanaqa eshitiladi sizlarga? Ovozi sifati o'zgarganmi? Yoki shunaqa miya eshitayotgan ovozni o'sha tabiiy ravishda yana o'ziga qabul qilyaptimi? Hozir ovozlar qanaqa o'zgargan? Tabiiy eshitish bilan birga solishtirgan holatda solishtirib bera olasizlarmi? Ana masalan ayolingizni ovozi. 99% kelgan. Ana masalan hayvonlarning ovozi, sigirni, mushukni, uchurni. Tabiiy quloqda bo'lma, tabiiy quloqda emas. Mumkin 99% yaqin. Alohida implant borligini unutib qo'yaman. Bu narsa sizda qachon paydo bo'ldi? Mana implant qo'ygandan keyin hech qanaqa edi, mana shu tabiiylashish qachon bo'ldi? Uzoq bir yildan keyin tabiiylashish ketadi. 6 oydan moslashgandan keyin uzoq bir yildan tabiiylashish quloqni gaplashib yo'q, ko'chada yuraman, yo'lda yuraman. Implantni borligini tabiiy 99% yaqin. Farqi yo'q. Yengil. Albakir sizda qanaqa ovozlarning sifati qanaqa ketyapti? Eng muammo bo'layotgan narsa hamma narsa o'ziga keldi, lekin ayollarning ovozini tushunishga qiynaladi. Faqat ayollarda. Ovozi ingichka odamda bo'ladi-ku. Shunaqalarga qiynaladi. Qolgan hamma narsa joyiga kelgan, mushukni, sigirni, kuchukni hammasi ayniymi, qushlar, boshqa narsa. Chunki meni chap qulog'imda 20-30% hozir eshitadi. To'g'ri. Mana hozir sal tabiiylik bor menda. Yordamchi qulog'im. Atrofingizda ayollar, qizlar yo'qmi? Singlingiz, opangiz atrofingizda. Siz ovozingizni endi eshitaman-a? Mana oyimlar, keling, singllarim ovozi tushib bo'lgan. Begona odam. Misol uchun, repet kirasiz, bankka kirasiz, haftaga kirasiz. Savol beradi, ayol kishi ishlayotgan bo'ladi-ku, o'shanga ozgina qiynalaman. Bu narsa 5 yilcha bo'lyaptimi? Manda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Lekin buni qayta masalan bitta gapirdi, ikkita gapirdi, uchinchi gapirdi. Shu uchinchisida уже sizga yetib boradi. Manda shunaqa. Yangi odam. Sizga bilan sizga ko'nikganda Mana ovozi sifatichi? Mana ayol kishini ovozi uni ajratib turadi. yoki tabiiylashadimi yoki qanaqa Lekin mana bir keladimi? bir xil ayollar mana aytyapti, ayollar bir qilarni gapirmaydi, nuqta ichiga tushib ketadi, sekin gapiradi. Qanaqa savollar bor? Mana juda вообще anaqalar har xil ощущениyalar. Mana пожалуйста. Hozir qolganlaringizdan beri men ichimda anaqa turibdi-da, shu so'ragim kelsa, mana hozir savol javob qilishimiz bilmadik. Mana o'g'limga hozir qo'ydirganimizga o'sha necha yildan oshyapti? 5 yildan oshib ketdi, 7 yil bo'lyapti. 18-yilda qo'yganmiz adashmasam. Qo'ygandan beri meni shu hayolimda anaqa eshitish. Buni o'zini bizda naushnigi bor. Tiqib turib, biz bu qanaqa eshitishni tinglash, sog'lom. Mikrofonlarini. Masalan, 3 xil yoshdagi anaqasilar, insonsizlar. Mana oilangizda siz farzandlaringiz nomlari, tovushlari bor. Masalan, bu qizingiz bunday sal qanaqa gapirsa, bunisi sal ingichkaroq gapiradi. Hozir gapirganda o'shani farqli olasizmi, yo'qmi?
birinchisi. Keyin ikkinchisi, qarang, biz eshitganda xuddi mana to'ylarga borganmiz, mikrofonlarda gapiramiz. Assalomu alaykum jaranglab. Hozir buni qulog'ini eshitganimda shunaqa jaranglab chiqadi-da. Hozir sizlarda qanday bu o'zidan so'rasam bu bilmaydi-ku endi masalan to'ylarga borsa bir xil yechib qo'yadi-da umuman. O'shaning uchun so'ramoqchiman. Hozir biz meni gapim sizlarga mikrofonda gapirganda eshitiladimi? Yo'q, Yo oddiy siz aytgan eshitish bor, men oldin qulog'im eshitish pasayganda aytdim, mana quloqqa tiqib qo'yadigan anaqa eshitish apparatlari bor. Prosto implant emas. Ana shunda siz aytgandek mikrofonda gapirganda, kolonkaga taqilganda eshitardim. Men boshida eshitish pasayganda paytda siz aytgan anaqani $1000 olib qo'ygandim. Arzon $1000 turadi. Quloqqa chiqib qo'yasiz yoki xuddi shunaqasi ham bor, unaqa quloqqa chiqib qo'yiladiganlar. Ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Siz aytgandek eshitdilar. Implant tabiiy. Bu farq qilmaydi. Siz endi buni kolonkaga eshityapsiz-da. Proverka uchun shunday eshitilyapti sizga. Sizlar uni ishlashini tekshirib ko'rganingiz uchun shunaqa eshitilyapti. Bunday eshitilmaydi. lekin xuddi mana sog'lom paytda eshitgandek Siz qanday eshitayotgan bo'lsangiz, bizlar ham shunday shunaqa eshitamiz. tovushlar Tabiiy eshitilar. 99.5%. Qanday farq qilmasa, xuddi sizdek eshityapti. Siz avval qanday eshitgansiz, hozir shunday eshityapti. Tushundim sizni mikrofonda eshitilayotgan anaqasini qayerdan. Men farqini sezamiz, bilaman, chunki avval ishlab ko'rganman bu narsa. Masalan, necha yil bo'ldi shu ko'tirganiga? 7 yil bo'ldi, 3 yoshda o'zim hozir Sekin ko'nikadek shu baland turishlarga, masalan, ko'p bormagan, sekin balandlagan. Shovqinlarda boshlaringiz og'rimaydimi? Og'rigan boshida, hozir endi ko'nikkandir. Ko'nikishga vaqt kerak. Sizni bolangizdagi shovqinda og'rimaydi. Lekin ko'nikib ketadi. Bu kishilar Alloh bergan eshitganda sizni bolangiz shu Hatta narsasi buniki yaxshi ekan. Agar yoki jaranglab ketadi, buni nima birdan o'zi avtomatik pasaytiradi. Qattiq jaranglab ketsa, siz qattiq jaranglagan ovozni eshitaverasiz. Lekin birdan pasaytiradi. Jaranglab ketib, anaqa qilaveradi, ishtalashda, balgapesta, jaranglab balgapesta, o'shani eshitaveradi. Bu pasaytiradi, pasaytiradi. Aytgan savolga to'ylarda yechib qo'yadi deysiz. To'ylarda agar sizga ovoz baland bo'lsa, bu hammasi nastroyka qilinadi. То есть siz pult orqali boshqarasiz programmalarni, ovozlarni yoki knopka orqali boshqariladi. Agar to'yda bunga balandlik qilayotgan bo'lsa, agar uni diskomfort qilayotgan bo'lsa, siz ovozni pasaytirishingiz kerak. Misol uchun 10 da turgan bo'lsa, uni 1 ga tushiring. Agar sizda shunaqa narsa bo'lsa, bitta programmani более такой sekin slabroq qo'yish kerak, o'shanga o'tkazish kerak. Lekin +6 da ham, 7 da ham, mana bularda turgan protsessorda ham platformasi Smart Sound Type, ya'ni ovozlarni avtomatik ravishda moslashadi. Mana ozitotrab baland bo'lsa pasayish. Bularda ham xuddi shunaqa funksiya bor oldida. Bularda ham Smart Sound IQ programmasi. Bularda hammasida biz scan programmasini qo'yganmiz. Agar shuni o'zgartirib ko'rmagan bo'lsa, doktorda. Lekin burada o'sha avtomat ravishda moslashish programmasi qo'yilgan. Ya'ni baland bo'lsa pasaytiradi.